Dostlar, assalomu alaykum. Hurmatli YouTube ko'ruvchilar. Hurmatli mekanishtlar, bu ekranda 4 baş kozulu qo'ylar sotiladi dostlar. Bugun 7 fevral 2026 yil Cho'lsi Soquluq rayoni Chatko'l aylanidamiz dostlar. Sizlarga bu chiqarilishda momda bo'lgan 4 baş kozulu qo'ydi tartib ko'rgazib, like bosib qo'llab turingizlar dostlar. Kanalga qatnashganini unutmangizlar. Assalomu alaykum, taqsir qanaqasiz? Yaxshisizmi? Tak, bu kozulu qo'ylar sotuvga chiqardingiz. Ava. Mana aka. Bu qo'ylarning jashidan so'rayinchi, jashidan. Qo'ylar qancha tishdir? 6-8. 6-8 tishdir. Biri Olara? 4'ten 6'ya gitti. 4 işte. O, burçlar bu. İyi kuşlar. Poz nemiz oldu. Aha. Ama onun için o kozusu çok keken bunun. Bu 8 diş. Bu 8 tiş ha. Mana aka. Gördünüzler mi? 4 öte kozulu qo'ylar. Urgaçın o çoğun. O çoğun koz urgaçı. Ha, kalgan kozlarça. Erkektir. Var erkek ha. Yaxşı. Şirokideki, baban işte. Üçü baban işte ki. Liniya широкий vavan içe. Mana kelibsizlar, mana. Kozunu qarangizlar mana. Onu gördünüzler. Kulak, kastyak. Bu qancha kunlik qo'zi? 13 gün bol kaldı. Şuga 13 kun bo'ldi. Mana aka. Bu qo'chqor ha bu. Kuşları Yaxshi. Tak, bularning tishlari 4 tishdan o'shanda 6-8 tishga chayin berdi. 8 diş. Ha. Boyları qancha chiqib qoldi bularning? Boyları 85'ten 89'a çeyin. 85'ten 89'ga chayin ha. O eng cho'ng ele ushul ekan neyse. Ha, quloqlari qancha chiqib qoldi? Kulakların 19 18 20'a çeyin. 18-19 20'ga cheyingilar ha. Mana o quyruqlari bit bor moshina ekan, ko'rdingizlar? Razrez onda bo'lgan jo'n kelgan qo'ylar ekan. O negizi qo'zi shorot negizi. O qaysi qo'zi cho'ngroq bo'lsa o'sha oriqroq ekan. Onda bo'lgan qo'zili qo'ylar dostlar. Ko'rdingizlarmi? Tak, bularning liniyasi qaysi? Hayırlı bu. Qo'ylarning liniyasi. Ne bu? O birinchi turgan. O şoğulun karabul. Bu karabul. Eko kорабль. Ha. Narka koç. Arkadan Suroki'deki no buldozerlıkı. Ortada buldozer. Narka chetdagi Широкий. Ha. Kорабль, buldozer, Широкий. Ya qo'zilarning liniyasi. Ne oğlum? Sineki kozu bu hemenki. Suroki'deki tiler baban işteki kozular. Qolganlari uchovi vavanicha. Arasida bu cho'ng qo'zi urg'achi. Ama o 3 kichkinakaylar ular erkaklar ha. Mana aka. Ko'rdingizlar? Bunday olgan qo'zi qo'chqorlar dostlar. Bu qo'ylar. Yaxshi, bularning bahosini qanchadan qo'yasiz sen? 200'den kuruk. Quruq 200 ming so'mdan. Kemi olur. Kemi bo'ladi. Biraz sürüp veririz. Biraz tushirib beramiz deydi dostlar. Mana ko'rdingizlarmi? Qozini. Onda olgan qozi. Tak, bu quruq kemi bo'ladi. Bir-birdan sotilmaydi. Birbirinden suruvatçat. So'rayotadi. Ani Birbirinden satmaydı. Kurutmaya satsam dedim de. bir-birdan sotmaysiz ha? Onun qulog'i 20 chiqib qoladi ekan buni qo'ydim. Tak, quruqqa 200 ming kemi bor. Ha, variantlarchi? Variantlar yok. Variant yo'q. Tok aqchaga. Yaxshi, dastavkasini uyushtirib olasizmi? İnşallah. Dastavkani uyushtiramiz deydi dostlar. Qo'zlarning qo'ylarning liniyasi men ekan. Bunda bo'lgan parametrini aytdik. Tak, bahosini aytdik. Kemi bo'ladi ekan, variant yo'q. Nomerni qoldirang dostlar. Chalib savdo qilsangizlar bo'ladi. Bir nomerni aytib qo'yib ketingiz. Sirazi 700 menen 0700 10 01 01 10 77. 01 10 77 dostlar. Bunaqa. Chalasizlar. To'liq ma'lumot olib savdo qilsangizlar bo'ladi. Biz videoni oyoqladik. O qo'zi moshina ekan. Mashallah. Ko'rdingizlar?
Kuyruk kassak var ekan da, сразу bilinadi. Kuyruk kassak svet. Svet var, мощный ekan.